Qanday qilib bee'tibor, siz bilan gaplashmaydigan, tushunmaydigan, minnatchi, arazchi, doim sizni yerga uradigan eringizni xayollaridan chiqmasligi mumkin. Faqat tunu kun siz haqingizda o'ylab, tinimsiz sizga SMS yozishga majburlash mumkin va bunga erishish mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men sizga va'da qilganimdek ilmlarni berib borishni boshladim. Yaqinroq o'tiring. Men aniq bilaman, pulli kurslarda ham sizga bunaqa chuqur hech kim tushuntirmagan. Shu sababli bor fokusingizni menga bering. Bugun sizga ishlaydigan praktika va bir necha yechimlarni ko'rsataman. Eringiz sizga bee'tibor, gaplashmaydi, eshitmaydi. Chunki eringiz sizni fikrlaringiz muhim deb hisoblamaydi. Sizdan energiya olmaydi, sizni bola pozitsiyasida ko'radi yoki sizdan bezib ketgan. Ming afsus, shunaqa holatlar ham bo'ladi. Erkak odatda gaplashishni eshitmaydigan, tushunishni eshitmaydigan, bee'tibor bo'ladigan ayollarda eng katta protsenti eriga nisbatan norozilik, ichki norozilik, g'azab, nafrat, alamzadalik, inkor va tinimsiz kamchiliklarni o'ylashadi. To'xting, shu joyda bitta statistika qilib ketamiz. Kun davomida eringiz haqida qanday fikrlarda yurasiz? Faqat yashirmang, iltimos, izohlarni yozib qoldiring. Eplolmaydi, menga mehr bermayapti, yana xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi, nimaga pul bermaydi, nimaga opachasiga pul beradi, menga qaramaydi, qachongacha men bu uyda malay bo'laman, men qulmanmi, nima uchun, nimaga ham bu yerga tegdim, baxtli qila olmasa nimaga oladi, nimaga turmushga chiqdim, turmushga chiqib to'g'ri qildimmi, istixora qilsammikan, nimaga erim shunaqa no'noq, eplolmaydi va hokazo. Aniq. Agar sizdan eringizga negativ energiya ketmasa, eringiz uning ekvivalent sifatida albatta sizga pul beradi, e'tibor beradi, sevadi, mehr beradi. Erkak sizdan qanday energiyani olsa, xuddi shunday energiyani atdacha qiladi. Kun davomida eringiz haqidagi barcha negativ fikrlarni, barchasini, g'azabmi, nafratmi, alamzadalikmi, inkormi, birinchi navbatda eringizni e'tibori tushib, sizni xayollaridan chiqmasdan va eng muhimi siz bilan o'zi gaplashgisi kelib gaplashish uchun birinchi sizni energiyangizni to'g'irlash kerak. Odatda bizni opa-singillarimiz qiladigan eng katta xato bu, o'zlaridagi erlariga nisbatan fikrni o'zgartirmaydilar, hissiyotni o'zgartirmaydilar, energiyani o'zgartirmasdan u tarafdan atdacha kutadilar. Go'yoki ular negativ hissiyot bildirsa ham erkakdan pozitiv olish kerakdir. Yo'q, ishlamaydi. Umuman ishlamaydi. Psixologiya qoidasiga ko'ra, biz qanday energiyani erimizga yuborsak, xuddi shunday energiyani atdacha sifatida olamiz. Olayotganlaringiz yoqmayaptimi? Berayotganlaringizni to'g'rilang. Qanday qilib deysizmi? Yaqinroq o'tiring. Birinchisi, kun davomida eringiz haqida eng ko'p top o'ylagan 10 ta negativ fikrni yozing. Takror etaman. Kun davomida eringiz haqida o'ylaydigan eng ko'p o'ylaydigan 10 ta negativ fikringizni yozing. Hozir yozing, hozir o'tiring, daftar ruchka olib hozir yozing. Tire qo'yib, ularni pozitivga aylantiring. Hatto o'sha sifat eringizda bo'lmasa ham, bu praktikani birinchi qismi. Hatto bo'lmasa ham, misol uchun, erim menga e'tiborlilar, juda ham romantiklar, uyga go'sht olib kelyaptilar, non olib kelyaptilar, ro'zg'ori bo'ynilariga oldilar, meni eshityaptilar, kulib qarayaptilar menga. Yaxshimisan, holing yaxshimi, bugun kuning qanday o'tdi deb mendan hol-ahvol so'rayaptilar. Farqi yo'q. Aynan sizdagi negativni pozitivga aylantirasiz. Va kun davomida pozitivlarini takrorlab yurasiz. Takror. Даже ko'z oldingizga olib kelib. Даже bo'lmagan bo'lsa ham, eringiz unaqa sifat вообще bo'lmagan bo'lsa ham. Endi praktikaning ikkinchi qismi. Erkaklar nimaga ensasini qottirib siz bilan gaplashishga kelmaydi, bilasizmi? Chunki biz ayollar ular istaydigan gapni gapirmaymiz. Ular istaydigan gap bu ishdan charchab, horib kelgan erkak sizdan ming'illashingizni, kamchilik etishingizni, yuziga kamchiligini solishingizni, yuziga gunohlar bilan tarsaki tushirishingizni kutmaydi. Siz ham kutmaysiz. Tasavvur qiling, o'zi bolangiz charchatgan, kechqurun bolangiz isitmalagan, uxlamagansiz, bir oydan beri sochingiz taralmagan, ovqat yemagansiz, shu holatda kuyib-pishib ovqat qilsangiz-u, bir mo'ltirlab turasiz, menga rahmat yetarmikan deb. Uni ustiga eringiz, "Men buni nito qilibsan" desa, ishoning, mana shu joyda portlab ketasiz. Erkak ham shunaqa. Faqat ayoli charchamaydi, erkaklar ham charchaydi. Uyda chemta ish qilish oson ko'chadagidan ko'ra. Chunki ko'chada erkak begona insonlar bilan munosabat, begona insonlarni qovoq to'shini ham ko'tarishga majbur bo'ladi eringiz. Ishi bo'lgandan keyin shu uni ishi.
lekin siz uyda o'zingizni qaynonangiz, qaynotangiz, bolangizni qovotuvishga kuchingiz yetmaganda eringiz ko'chadan shuncha odam isterikasi, baqirishi, dodlashini ko'tarib kelib, endi sizdan bir huzur bilan gaplashaman deganda, siz ham uni yuziga tinimsiz, siz unaqa qilmadingiz, siz bunaqa qilmadingiz, siz unaqasiz desangiz, ishoning, uyga ham kelgisi kelmaydi. Chunki har qanday inson o'zi huzur topadigan, halovat topadigan joyga borgisi keladi. U sizni sevsa ham e'tibor berishni to'xtatadi, kamaytiradi. Nimaga? Sizga e'tibor berib, siz bilan gaplashish uchun avval sizdan shuni olish kerak. Siz demang, nima men charchamayapmanmi, nima men odam emasman, to'g'ri. Hech bo'lmaganda siz uydasiz. Sizga tanish va sizniki bo'lgan insonlar bilan muloqot qilasiz. Ko'chaga chiqib, oilasi uchun rizqini tashib, ko'chadagi insonlar bilan muloqot qilib kelish og'ir. Shu sababli ham bu yukni Xudoyim erkaklarga bergan, bizga emas. Ularga shu toqatni joylagan va ularga bergan. Lekin ayol ham buni hurmat qilish kerak. Nimaga aytiladi? Erini ishdan charchab kelganda ko'nglini ko'tarib, xursand qilgan har bitta ayol albatta ajrini oladi. Chunki siz eringizni ko'nglini ko'tarish orqali unga yana energiya berasiz, yana motivatsiya berasiz, yana harakatlanish uchun kuch berasiz. Endi eringiz kelganda, ishdan charchab kelgan. Men faqat bitta siz charchaysizmi? Men-chi, men bu uyda odam emasman. Men ham charchab ketdim deb iddao qilish to'xtating. Erkak siz bilan gaplashishni to'xtatadi. Hatto sevsa ham, hattoki sevsa ham, hattoki bolalari bo'lsa ham. Va birinchi aynan mana shu xato erkakni uydan, ko'chada huzur qidirishga sabab bo'ladi. Uydan, ko'chada. Uy qolib ketadi. Sizni sevgan bo'lsa ham, to'ydan oldin minglab yillab sevgi izhor qilgan bo'lsa ham, zo'r merrimiylar qilgan bo'lsa ham, o'lib qolaman deb SMS-lar yozgan bo'lsa ham, uni ham toqati bor. Erkakni ham toqatini, chegarasi bor. Buni his qiling. Ortiq o'zingizdan shart yasashni to'xtatib, eringizga kamchilik, unga faqat minusli, noshukurlik, uni ayblarini yuziga solishni to'xtatib, bir muddat shunchaki tushungan nigoh, tushungan ovoz bilan uni qilib kelgan ishlarini maqting. Adasi, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ishingiz yaxshi o'tdimi? Yaxshi ham borsiz. Xudoyim har bitta bizning rizqimizni topaman degan qadamingizga ajr yozsin, gunohlaringizni kaforat qilsin. Allohim sizni suysin. Juda ham katta mehnat qilyapsiz. Men sizdan roziman, bilasiz. Men sizni sog'indim. Charchadingizmi? Keling, ovqatingiz tayyor. Siz yaxshi ko'rgan ovqatni qildim. Ba'zida erkaklar charchab ketganda sizga maqtovingizga atvet ham bera olmasligi mumkin. Demak, praktikaning ikkinchi qismi maqtash, ming'irlash, to'xtatish. Va bu jarayonda mabog'dagi eringiz, rahmat oyisi, sen zo'rsan demasa ham qovog'ingiz osmang. Erkak ba'zida shunaqa charchaydi, shu qadar charchaydi, unisiga shu gapingizga atvet berishga ham holi bo'lmaydi. Ovqatini yesin, cho'milsin, tezroq uxlashga harakat qiladi. Ana endi u ham ertalab turadi eringiz. Turgandan keyin sizga albatta unga bergan energiyangiz addachasini beradi. Yo pul bilan, yo gul bilan, yo bir chiroyli mehr bilan albatta ko'rsatadi. Eringizni eng muhimi ongida, ha, demak, meni ayolim tushunar ekan. Ko'chadan men o'zimga kimnidir qidirishim shart emas. Meni uyimda huzurim bor ekan degan tushunchani kiritib, ajringizni ham olasiz. Tushundingizmi? Bu natijasi kafolatlangan praktika va bu ikki qismdan iborat. Qo'llang va izohlarda natijasini yozib qoldiring va eng asosiysi, siz bu ilmlarni aynan mana shu kanaldan o'rganayotganingizni eringiz so'rasa, ta'kidlashni unutmang. Chunki erkaklar, psixologlar faqat egoist qiladi degan fikrdan yiroq bo'lib, ha, demak ayolimni menga nisbatan munosabatda yaxshilar ekan degan fikrga ham olib kelishlariga sabab bo'ling. Hozircha xayrlashmayman, lekin hozircha deb siz bilan keyingi darsda ko'rishguncha deb qolaman.